lizing beradi. O'zi bitta qolgan ham olib ketaman deb turganda boshqa keladi. Shartnoma sizdanmi? Shartnoma paketasi qo'ying. Yo'q, muddat o'tmaganmi? Bularga bera olmaydikmi? Yo'q. Endi bularga aytmoqchi bo'lganim ularni lizingga salgina muammo bo'lyapti-ku. Ishi sudni bo'lyapti-ku. Ularga pul kerak. Ha, boshqa Boshqa bera olaman debdi. Aytishdi. Shuning uchun bular endi tezroq chiqarsa yaxshi bo'ladi. Bularga nechamiz masalan? Bravo. Garovlarimiz yetarli bo'lsa bo'ldi. Ha, bu so'rtdan hammasi bo'lib qo'ygan. Masala var. Hayır. Bu da yeni mi? Ben mücaz gayet. Erkek'e şarkı vermek yani. Reis olur. Şarkıma duruyor mu? O kadar masala mı? Mesela aytinglar da şu hozir bankda O'qituvchilarga kreditlar yo'qmi? O'qituvchilarga. Mana avtomashina nimaga yo'qmi? Bir gapi chiqdi-da, shu narsa Befoiz o'qituvchilarga beriladi deydi-ku. shu narsa o'z kuchidanmi yo siz o'qituvchimi maktabda ishlaysizmi? Sizga yaqinda yangi produktlarimiz bo'ladi, o'shani olasiz. Arzonroq. O'sha mana shu avtokreditlar masalan qo'lga 30% bersa